u bolaga hech qancha qiyinchilik tug'dirmaydi. Operatsiyaga 5-10 minut qo'shilib qoladi vaqtiga. O'sha anginasini bir qismi olinadi. Bu to'liq olinmaydi. Bir qismi olingandan keyin ota-onalar qo'rqmaslik kerak. Nevropatolog, urolog, ginekolog borib yurishadi, foydasi yo'q. Adenoidni asoratlari aniqlandi. Aniqlanganda qancha tez adenoidni olib tashlansa, shuncha foyda. Sababi qancha kutilgan sari, asoratli adenoidlarni kutgan sari, quloqqa, tomoqqa, qolgan joylarga ham asoratlari kuzatiladida, bu o'sha adenotamiya bilan ish bitmaydi. Doktor Lor Ilhom. Bugun yosh bolalarda burundagi go'sht haqida gaplashamiz. Bu endi xalq tilida qaysidir doktorga borilsa ham go'sht deb qo'yiladi. Yosh bolalarda asosan maktab yoshigacha bolalarni hisobga olamiz bu mavzu bo'yicha. Bunda adenoid bezi haqida gaplashamiz. Bu asosan bez, xuddi o'sha anginaga o'xshagan bez hisoblanadi. Tushuntirish uchun ota-onalarga, o'sha xalqqa tushuntirish uchun go'sht deyiladi. O'sha kitobiy tilda adenoid. Bu tug'ma bolalarda bo'ladi, tug'ilganda bo'ladi. U immunitet uchun foydali bo'ladi. Keyin 1-2 yoshdan keyin u o'z faoliyatini tugatgandan keyin immunitet uchun foydasi tegmay qoladi. Shunda sekin organizmda so'rilishni boshlaydi. Bu so'rilib ketib, sekin borgan sari yosh kattalashgan sari so'rilib boradi, asoratsiz o'tib ketadi. Bunda hech qanday o'sha adenoid olinmaydi. Adenotamiya jarayoniga, o'sha amaliyotiga tavsiya qilinmaydi. Nimaga? Chunki asorat bermadi. Ota-onani o'sha vrachga hech qanday shikoyati yo'q. Shuning uchun aniqlanmadi, shuning uchun so'rilib ketdi. Endi qachondan olinadi? Nima uchun olinadi? Qachon olinadi degan savollar bor. Qachon olinadi desak, asorat beradi. Birinchi, nafas olishga asorat beradi. Og'izdan nafas olib yuradi, kechalari qiynaladi, xurri yotadi, tomog'i tez-tez og'rib qoladi. Ba'zilar keladi, har hafta tomoq og'rigan. Endi antibiotik tugatdik, isitmasi tushdi, yana 3-4 kunda yana og'ridi. Quloq og'riqlari, eshitish pastliklari, quloq oqib qolishlari, jag' ko'ks o'zgarishlari, tish qatorlarining buzilishlari, kechalari siyib qo'yishlar bolalarda, yosh katta bolalarda ham kechalari siyib qo'yishlar. Nevropatolog, urolog, ginekolog borib yurishadi, foydasi yo'q. Shunaqa bir qator shikoyatlar bilan kelishganda biz o'sha aniqlaymiz. Hozir endi endoskoplar bor. Endoskopda aniqlanganda adenoidni kattalashgan darajalari aniqlanadi. Asosan 3-darajada olinadi. Burun halqumni yopib qo'yadi. Shuning uchun burundan nafas kirishi to'sqinlik qiladi. Bu og'izdan nafas olishga olib keladi. Og'izdan nafas olgandan keyin havo namlanmaydi, tozalanmaydi, ilinmaydi. Bu burun filtr funksiyasi bajarilmaydi. Shuning uchun og'izdan nafas olgandan keyin tomoq og'riqlari o'sha kuzatiladi, quruq yo'tallar, pastki nafas yo'llash omonlashlari, keyin og'izdan nafas olib yotish hisobiga jag' tizimining buzilishi, tishlar qatori buzilishlari hamda eshituv nay preksiyasi joylashgani uchun eshituv nayni yopib qo'yish yoki burundagi o'sha ozgina shamollash quloq ichiga suyuqlik to'planishi, eksudativ otitlarga olib kelishi yoki fikr jarayonlar og'riqlarga olib kelishi, o'sha eksudativ bo'lib qolsa, o'sha suyuqlik hisobiga eshitish pastliklariga olib kelishi, pardani teshib yerga chiqishi, quloq oqib qolishlari, o'rta quloq kasalliklariga. Shuning uchun ba'zi o'sha bolalar injiq, yaxshi uxlamaydi, uxlab tursa ham qandaydir bolani holati qolgan o'sha yaxshi burundan nafas olib yuradigan bolalarga nisbatan aktivnostlari ham past bo'ladi o'zi asli. Ishtahasiz bo'ladi, nimjonga o'xshab immunitet past bo'lib yuradi. Shuning uchun bunaqa holatlarda biz aytamiz, adenoidlarni olish tavsiya qilinadi. Adenoidni asoratlari aniqlandi. Aniqlanganda qancha tez adenoidni olib tashlansa, shuncha foyda. Sababi qancha kutilgan sari, asoratli adenoidlarni kutgan sari, o'sha quloqqa, tomoqqa, qolgan joylarga ham asoratlari kuzatiladida, bu o'sha adenotamiya bilan ish bitmaydi. Agar tomog'iga asorat berib gipertrofiya kuzatilgan bo'lsa, tranzitamiya qilishga to'g'ri keladi. Quloqqa suyuq to'plangan bo'lsa, quloqda suyuqlik chiqarishga to'g'ri keladi. Sho'tlashga, quloq pardasi sho'tlashga to'g'ri keladi. Endi jag' tizimi buzilsa, tish qatori buzilsa, bu stomatolog ortodontlar bilan shug'ullanib, bularni ham joyiga qaytarish to'g'ri keladi. Shuning uchun tavsiya qilamiz doim o'sha bir marta asorat berdi yoki umuman asorat bermayapti, lekin faqat o'sha nafas olishga to'sqinlik olish kerak. Adenoid kattami olib, bolaga nafas berish kerak, ham o'sha jismonan, ham ruhan o'z tengqurlarini orqada qolmasligi uchun juda ham foydali hisoblanadi. Endi oldinlari adenoid olishi, adenotamiya kirgizuvlarda olingan.
O'sha bola ushlab turiladi, og'zida adenotomda tiqib olingan, qo'lda hissiga olingan. Bu hollarda endi bizda aholida fikr qolib ketib qolgan. Go'shtni oldirdim bolamni, yana qaytanib qoldi, yana o'sib qoldi degan narsalar o'sha fikr qolgan. Chunki bizning oldimizga kelishganda biz olish kerak desa, yana o'sib qoladi-yu, bu qo'shnim oldirdi yoki o'zim katta bolamni oldirganman, boshqa narsalar shunga o'xshagan gaplar aytishadi. Hozir adenoid olish deyarli bu usuldan voz kechilgan. Ba'zi joylarda bo'ladi, lekin hozir deyarli ko'p joy общий narkozda, umumiy narkoz ostida bolani olinadi. 10-15 minutlik muolaja Shever degan apparat yordamida polni ko'z bilan ko'rib, kamerada ildiz o'sha olinib, ildizgacha olib kuydirib qo'yiladi. Qaytalanish ehtimoli juda ham kam, deyarli qaytalanmadi desak ham bo'ladi. Shuning uchun o'sha adenoid oldirishda qo'rqmaslik kerak. Birinchidan hozirgi usullar bolaga psixik travma bermaydi, qo'rqmaydi bola, og'rimaydi, qiynalmaydi. Ba'zi bolalar operatsiya bo'lganini bilmaydi. Operatsiyadan keyin yarim soat, 1 soatdan keyin o'sha yeb, ichib, o'ynab yuraveradi, chunki pervasiya qilinmaydi, tampon, hech narsa qo'yilmaydi. Shuning uchun qo'rqmaslik kerak, qildirish kerak. Endi o'sha qaytalanib qolish ehtimoli qaysi darajada deyilganda, qaytalanib qolish ehtimoli eng avvalo Allohdan bu, lekin hozirgacha qaytalanishganlar juda ham kam hollarda. Birinchisi o'sha oldingi eski usulda oldirganda tez qaytalangan, qo'lda hissiga olingan, ko'z bilan ko'rilmagan, qaysidir bitta qismi qolib ketgan bo'lish ehtimoli bor. Shunda yana gullab o'sha vegetatsiya bo'lishi mumkin. Olib, kuydirib qo'ysak ham qaytalanib qoldi degan bo'lsalar, unda viruslar bo'ladi, o'stirib qo'yadigan. Shu viruslarga tekshirtirish kerak bo'ladi. Shu viruslar titri baland bo'lsa, qonda miqdori ularga davolanib, yana o'sha adenoid olinsa, xudo xohlasa qaytalanmaydi. Endi operatsiyadan keyin asosan bog'cha maktab yoshigacha bo'lgan bolalar gaplashganimiz uchun bog'chaga 4-5 kun, 1 haftada chiqarsiz bo'ladi. Muammo emas, 3 kunda ham chiqsa ham bo'laveradi. Sharoitga qarab, bog'chada sharoit yaxshi bo'lsa, chiqarsa bo'ladi, bemalol o'ynab, o'sha boshqa bolalar yuraveradi. Endi ozgina operatsiyadan keyin hidlanish ehtimoli bor, sabab kuydiriladi. Ozmoz o'sha kuydirilgandan keyin o'sha ko'rkalarda hidlanish ehtimoli bor. Endi asorat bo'lib qolsa, masalan, anginasiga, qulog'iga asorat bo'lib qolsa, nima qilamiz desa, o'sha bir vaqtda qilib ketiladi. Bu bolaga hech qancha qiyinchilik tug'dirmaydi. Operatsiyaga 5-10 minut qo'shilib qoladi vaqtiga. O'sha anginasining bir qismi olinadi. Bu to'liq olinmaydi. Bir qismi olingandan keyin ota-onalar qo'rqmaslik kerak. Nas kerak edi, boshqaligi gaplar bo'ladi. Endi odamlar ichida gap bor. Bunaqa emas, faqat ishkan qismi, o'sha ortiqcha qismi olib qo'yiladi, normalda qoldiriladi. Bu qo'rqinchli muammo emas, o'z vazifasini to'liq bajaraveradi angina. Quloqdagi o'sha pardasi tegishilar ekan, pardasi eshitmay qolmaydimi deyiladi. Pardasi o'zi shunday ham hozir yaxshi eshitmayapti turgan bo'ladi, chunki ekspert bor, parda yaxshi qimirlamayapti, ichkari tovush o'tkazish pastlab ketgan. Uni suyuqlikni olganimizdan keyin pardalari shunt qo'yilsa, u sekin pardani bitib, shunt sekin siqib chiqarib yuboradi. Ba'zilarda 1 oy, ba'zilarda 3 oy, ba'zilarda 6 oy. Shunt pardani o'zi organizmga bog'liq, ikkinchisi shuntni qanaqa shunt qo'yilishiga bog'liq. Shunga turli xil shuntlar bor, uzoq muddat turadigan shuntlar bor, o'sha qisqa muddat turadigan shuntlar bor. Shuning uchun ular shuntni holatiga, shuntni tanlangan shuntni holatiga bog'liq yoki o'sha quloq organizmda o'ziga ham bog'liq, shunt chiqib ketishi. Doim olinadimi? Yo'q, doim adenoid olinmaydi. O'sha kichkina darajada bo'lsa davolab ko'ramiz. Yo'q, 3-daraja, lekin olinmasligi ham mumkin. Qon kasalliklarida, qon ivish sistemasi kasalliklarida, surunkali qon kasalliklarida olinmaslik mumkin. Og'ir nevrologik holatlarda, kasalliklarda olmay turgan ma'qulroq. Defekt bilan tug'iladi, tana defektlari bilan tug'iladi bolalar, chaqaloqlar, shularda ham olmagan ma'qul. Chunki o'zi shunday ham gapirish ohangida manqalanish bo'ladi. Adenoid olinsa battar manqalash kuchayib ketadi. Bu ohangda buzilishga olib keladi. Shuning uchun shunday holatlarda olmagan ma'qul. Lekin qolgan holatlarda, bunday kasalliklar bo'lmagan holatda adenoidni oldirish kerak. Birinchidan asoratda oldi olib qolinadi, ikkinchidan bolani ham ruhan ham jismoniy rivojlanishiga katta yordam beradi. Agar sizni qandaydir qiziqtirgan savollar bo'lsa, kommentariyga yozib qoldiring. Biz sizlarga qo'ldan kelgancha xudo xolasa javob beramiz. Yana qolgan videolarni, yangi videolarni o'tkazib olmaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'ying. O'z sog'lig'ingizga befarq bo'ling. Rahmat.